Bugun sizlar bilan Streamlit'dagi ikkinchi darsimiz hisoblanadi. Bugun darsimizda sizlar bilan birgalikda SQLite Stream bilan tanishib o'tamiz. Har doimgidek VS kodni tayyorlab qo'ydim. Bu bizni birinchi ko'rgan darsimizdagi fayl. Mana bu yerdan ikkinchi papkani hozir qilaman, ikkinchi dars. Va u yerda ham main.py faylini hosil qilaman. Kutubxonasini chaqiraman. Ikkinchi dars deb yozib qo'yamiz. Xo'p, ana endi bizga kerak bo'ladigan SQLite Stream qismi chaqirishimiz uchun bizga bir nechta funksiya kerak bo'ladi. Ya'ni uni chaqirish uchun funksiyada stream ko'rinishda oqim bo'lish kerak. Bu oqimimiz murojaat ko'rinishda, generatsiya, iteratsiya ko'rinishda, OpenAI ning stream ko'rinishi, yana LangChain ko'rinishda stream bo'ladi. Qaytaradigan natijasi string tipida yoki list ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda namunaviy misol keltirilgan. Keling, men o'zimiz uchun bitta misol yozamiz. Keling, funksiya yozaman. Funksiya yozishdan oldin bitta matn olaman. Matnda har bir harflari alohida oqim sifatida chiqib keladi. Bu matnni qayerdan olaman? Keling, misol uchun Alisher Navoiy haqida ma'lumot bor. Wikipediyaga o'taman. Ushbu ma'lumotni nusxalab olmoqchiman. Nusxalab oldim. Bu yerga qo'ydim. Endi men tuzmoqchi bo'layotgan funksiyamiz, keling, salomlashish deb nomlayman. Argumentsiz bo'ladi. Endi so'zlarimiz bor. So'zimizni o'sha biz olayotgan kirgan yuqoridagi nima deb nomladik? Tekstning ichidan split qilib ajratib olamiz. Split qilib ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Har birini alohida qilib olsak ham mayli. Xo'p, bu siklimiz davom etadi qachonki so'z plus ko'rinishda ajratib qo'shib olsak ularni probellar orqali, keyin bunga har birini alohida vaqtlar bilan chiqish uchun from vaqt kerak. Time kutubxonasini chaqirib qo'ydim. Xo'p. Ana endi buni birdaniga sleep qismini ishlataman. Xo'sh, time emas, balki sleep ishga chiqarishim kerak ekan. Xo'p, sleepni vaqti o'rtacha 0.09 deb qo'yamiz. Va biz bilgan mana Streamlit'ga o'sha salomlashish funksiyasini qo'shaman. Mana shu qism uchun mana doimgidek terminal Streamlit darslari ikkinchi darsga kirib olaman. Mana endi Streamlit run main.py. Xo'p, ozgina kutamiz. Empty separator ajratayotgan bo'limimiz qaus bilan bo'ladi. Bitta bo'sh joy bilan bo'ladi. Bitta yangilamiz. Sikl ichiga kiritib qo'yamiz. 0.9 qo'ymasak endi qatib ishlaydi. Qarangizlar. Ko'rib turganingizdek mana oqim ko'rinishda ma'lumotlar chiqib kelyapti. Hammasi joyida. Darsimiz sizga tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Keyingi darsgacha o'zingizni asrang, sog' bo'ling, salomat bo'ling.